Bugungi kunda viloyatimiz hududlarida archa va boshqa manzarali daraxtlarda qurib qolish holatlari kuzatilmoqda. Buning sababi nimada va bunga qarshi qanday choralar ko'rilmoqda? Bugungi kunda viloyatimizda archalarimizda va manzarali nabarikli daraxtlarimizni qurishiga sabab, bu asosan archa unsimon qurti va boshqa zararkunanda kasalliklar sabab bo'lmoqda. Bu archa unsimon qurti asosan majjivinlik navli va boshqa daraxtlarga jiddiy zarar keltirib, bu bargdan so'rish orqali oziqlanib, ya'ni daraxtlarga zarar keltiradi. Bugungi kunda Samarqand viloyati o'simlik karantin va himoyasi boshqarmasi tomonidan archalarga, ya'ni daraxtlardan tuman va shahar inspektorlari tomonidan fitosanitar laboratoriyamizga namunalar olinib va bunga xulosalar chiqarilib, o'sha xulosalarga asosan mana shunday manzarali va ninabarikli daraxtlarga qarshi kurash ishlari amalga oshirilmoqda. Qarshi kurash ishlari asosan moyli preparatlar bilan ishlov berilib va bu bilan birga biostimulyatorlar, ya'ni manzarali daraxtlarni oziqlantiruvchi preparatlar bilan foydalanish kerak. Asosan bugungi kunda Samarqand viloyati o'simlik karantin himoyasi boshqarmasi tomonidan 600 ming metr kvadratdan ziyod kimyoviy qarshi kurash ishlari amalga oshirildi. Boshqarmamiz tomonidan mana shu tuman shaharlardagi korxonalar, obodonlashtirish, yo'l ko'kalam, vaqf xayriya jamg'armasi shu kabi tashkilotlar bilan shartnomalar tuzilib, archa unsimon qurti va boshqa zararkunanda kasalliklarga qarshi kurash ishlari amalga oshirilmoqda. Bu masalada olimlar qanday yondashadi? Hozirgi vaqtda tabiatni muhofaza qilish, toza havo, atmosfera havosini musaffoligini saqlash maqsadida asosan mana shu manzarali daraxtlar va boshqa o'simliklarning o'sishiga katta e'tibor qaratilmoqda. Aholi punktlarida, shaharlarda asosan mana shu manzarali daraxtlar o'rnida aytaylik, nina bargli daraxtlarni ko'p uchratamiz. Chunki nina bargli daraxtlar boshqa keng bargli daraxtlarga qaraganda atmosfera havosini tozalashda juda katta o'rin tutadi. Kislorodni ishlab chiqarishda va atmosferaga ifloslantiruvchi changlarni o'zida yutishga va zararsizlantirishga katta ahamiyatga ega. Shunga qaramasdan manzarali daraxtlarni ham o'ziga xos zararkunandalari, kasalliklari mavjud. Bunday zararkunandalardan eng xavflisi hozirgi vaqtda archa unsimon qurti bo'lib hisoblanadi. Archa unsimon qurti may-iyun oylarida qishloqdan chiqib, endi ular hozir tuxum qo'yish pallasiga kirgan. Hozirgi vaqtda daraxtlarga o'zining tuxumini qo'yib rivojlana boshlayapti. Mana shunday vaqtda ular o'zi archa unsimon qurti suruvchi zararkunanda bo'lib, ular kattaligi ham 1-2-3 millimetr bo'lib hisoblanadi. Ko'zga uncha ko'rinmaydi. Zararlangan joyida o'sha parsimon oq modda paydo bo'ladi. Mana shundan ularning zararlanganligini aniqlash mumkin. Aniqlangandan keyin ularni o'sha qaysi bosqichda ekanligi, tuxum bosqichidami yoki masalan lichinka bosqichidami? Ular asosan lichinka bosqichida ko'proq daraxtlarga zarar yetkaza boshlaydi. Shunday vaqtlarda bularni qarshi kurash choralarini qo'llash kerak. Archa unsimon qurti ko'proq namlik yuqori bo'lgan sharoitlarda tez rivojlanadi. Ular 240 tagacha tuxum qo'yishi mumkin bittasi. Mana shu tuxumlar tezda rivojlanib, lichinkaga aylanib daraxtlarga zarar yetkazadi. Ularga qarshi kurash choralarini o'tkazishning bir qancha usullari bor. Bular agrotexnik choralar, mexanik choralar, aytaylik biologik choralar va oxir oqibatda kimyoviy preparatlar bilan ishlov berish kimyoviy choralar hisoblanadi. Mana shularda birinchi navbatda ularda agrotexnik choralarni qo'llash kerak bo'ladi. Undan keyin ularning biologik choralari bor. Biologik choralari esa tabiatda mana shu archa unsimon qurtining lichinkalari yoki tuxumlari bilan oziqlanadigan hasharotlar bor. Oltin ko'z bor, xon qizi, undan keyin beshik debratorlar bor. Mana bular ularning tuxumlari, lichinkalari bilan oziqlanib, ularni yo'qotishga yordam beradi. Juda agar bo'lmaganda kimyoviy choralarda kimyoviy preparatlar bilan ishlov berish kerak. Lekin bir marta ishlov berish bilan bular yo'qolib ketmaydi, chunki tuxumlardan yana chiqadi. Shuning uchun bularni har 10 kunda, 15 kunda bir marta ishlov berib turish kerak yoz davomida. To ularning o'sha 2-3 avlodi rivojlanib tugaguncha mana shu preparatlar bilan ishlov berib tursa, bizni manzarali daraxtlarimizni zararkunandalar zararidan saqlab, bizni shahrimizni ko'rkamligini, obodligini, yashilligini ta'minlashimiz mumkin.